Allah Taala hamma ucharliqning rizqini berdi, ammo o'siga tashlab bermaydi. Shunga rizq berish Allohning ishi, sabab qilish, ishlash bizning ishimiz. Shuning uchun halol rizq uchun ishlash bizning dinimizda farz. Yeziliq bir odam o'g'lini tijorat ishlariga, pul tepishga ko'ndirish uchun, o'g'itish uchun bir kuni shaharga avatibdi-da, at deganda shaharga avatibdi. Shaharga kirib, sen ayndaq pul tepishni o'rganib chiqqan, pul tepib chiqqan deb yanjoqqa bitki pul sep qo'yib, mashina elish verish qilib ayndaq qilgan debdi-da. Yarim kun bo'lgan chaqda bola uyga qaytib kelibdi. Qaytib kelganda, ha, sen bugun tapovatdan qilib yaxshi bo'lgan o'xshamam demasa, burunroq qaytib kelsa deganda, "Yo'q dada, men bir falsafani o'rganib keldim. Aşı falsafa uchun ish qilsa qolgan" dedi. Qanday falsafa ekan o desa, men shu shaharga kiray deb yo'lning yarimiga kelganda havo bek issiq herib ketdim. Bir daraxtning tuyida saydab o'tirsam, bir sher kelib bir aşı kiyikni naydi qo'g'lab, eng oxiri kiyikni tutdi. Kiyikni tutib, azroq uni yeb qo'yib ketdi. Undan keyin uzoqda marab turgan tulkidan birisi kelib uni yigiltdi. Shundan men bildimki, jabı tatib anda qilmasangmi adam aç qalmaydı ekan deganni o'rgandim. Degandan dadasi sening safsati deb, sening bu falsafa deb kelgan narsang bir safsat ekan bu. Dunyoda shirdek yashashga mumkin batruqliq sen shu tulkidek yashashni tanladingmi? Payg'ambarimiz bergan qo'l algan qo'ldan ustun degan emasmi deb nasihat qilgan ekan.